Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz suyak yemirilish bo'yicha. Bizga Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga ko'plab suyak yemirilish bo'yicha murojaat qiladi. Ko'plab bemorlar oylar, yillar davomida davolanib shifo topolmadim. Davolanmagan joyim qolmadi. Davolangan lichinalarim hammasi vaqtincha bo'lib turibdi. Butunlay sog'aya olmayapman degan bemorlar ko'plab uchraydi. Bu suyak yemirilish kasalligi 3 og'ayin deymiz. Suyak yemirilish bo'lgan bemorlarda poliartrit ham bo'ladi. Poliartrit bo'lgan bemorlarda bel grija ham bo'ladi. Bu uchala og'ayin kasallik turi deb belgilab qo'yibmiz biz. Suyak yemirilishini kelib chiqish sabablarini hammamiz bilamiz. Zaxiramiz kam bo'ladigan bo'lsa, o'rta yoshlara kelib kelmasdan уже suyak yemirilish kasalligi boshlanadi. Endi suyak yemirilish kasali bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Yoshlik paytimizdan, yosh bola paytidan onalarimiz, otalarimiz, yaqinlarimiz e'tiborli bo'lishi kerak. Kelajakda suyak yemirilish bo'lmasligi uchun, sog'lom, tetik bo'lishi uchun, здоровый deydi ruschasiga, shunaqa bo'lish uchun, sog'lom bo'lish uchun kelgusida yoshimiz kattalashgandan keyin keksayganda suyak yemirilish bo'lmasligi uchun birinchi mana farzandlarimizga e'tibor qilishimiz kerak. Bu yosh paytdan e'tiborga olinadigan kasallik turlariga kiradi. Bola tug'ilgandan keyin to ovqat yeb boshlagandan keyin mana ko'p insonlar, shaxsan biza 5-6 oylik vaqtidan ovqatga o'rgatganmiz bolalarni. Hozirgi kunda unaqa emas. Уже hali 2 yoshda ham ovqat yeyish qiyinroq. Boshqa narsalarni iste'mol qiladi. Buni hammamiz bilamiz. Kasha, shunaqa narsalarni iste'mol qiladi. Iloji boricha 5-6 oydan keyin bolani ovqatga o'rgatish kerak. Shunda immuniteti yaxshi bo'ladi. Immuniteti yaxshi, tetik bo'ladi, sog'lom bo'ladi kelajakda bola. Va shuni bilan birgalikda vaqtida zaxirani boyitib borishimiz kerak. Zaxira bu oyoq ichidagi yulik. Oyoq ichidagi yulikni to'ldirib borsak, oyoq zaxira hisoblanadi insonda. Shu yulikni to'ldirib borsangiz, kelajakda katta bo'lganda, o'rta yashar bo'lib, keksayganda suyak yemirilishi bo'lmaydi inson. Shuning uchun inson sog'lom bo'lishi uchun yosh bolalik paytidan tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Mana shu ovqat yeb boshlagandan keyin, bolalar ovqatlanib boshlagandan keyin kaloriyali, ma'noli, mazmunli ovqatlantirish kerak. Vitaminli narsalarni ko'p iste'mol qildirish kerak. Shunda zaxira boy bo'ladi. U zaxirasi boy bo'lgan ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, kelajakda suyak yemirilish kasali bo'lmaydi va kasallikka moyillik bo'lmaydi, kam bo'ladi. Bo'lsa ham organizm o'zi kurashib, yengib o'tib boradi. Shuning uchun hech qanday lecheniyaga hojat qolmaydi. Immuniteti baland, sog'lom, tetik bo'lgan insonlarda lecheniya olishga umuman nima bo'lmaydi. Agar bitta kasallik kelayotgan bo'lsa ham organizm o'zi kurashib, yengib o'tirib boradi. Bemor inson hech qachon o'qil dori olib lecheniya olishga hech qanday hojat qolmaydi. Iloji boricha imkon qadar bemorlarimizga tavsiyamiz, mana suyak yemirilish bo'ladimi, poliartrit bo'ladimi, bel grijasi bo'ladimi, birinchi o'chirda sog'lom bo'lishga harakat qilish kerak. Sog'lom bo'lish uchun yaxshi yeb ichish kerak. Boya aytib o'tdik, yosh o'smir bolalarda zaxirani boyitish kerak deb, zaxirani shu 17-18 yoshgacha boyitish kerak. Undan keyin boyitganingiz foydasi yo'q. Shungacha boyitganingiz boyib qoladi va sog'lom bo'ladi inson. Bir a'zomiz og'riyotgan, kasallik kelayotgan bo'lsa, bitta a'zomizga organizm o'zi kurashib, yengib boradi. Hech qanday o'qil dori olishga hojat bo'lmaydi. Yosh bo'ladimi, o'rta yoshda bo'ladimi, keksa yoshda bo'ladimi, hamisha doimiy holatimiz birinchi sog'lig'imiz bo'lishi uchun va umrimiz uzoq bo'lishi uchun yaxshi kaloriyali, ma'noli, mazmunli ovqatlanishni tavsiya qilaman.
Shunaqa bo'lgan holatda hech qanday o'qil dori olishga hojat qolmaydi. Shaxsan o'zim, oilam, yaqinlarim hech qanday o'qil dori olmaymiz. Iloji boricha o'qil doriga imkoniyat ham yo'q. Chunki yosh paytimizdan va hozirgi kunda ham shu yaxshi ovqatlanishga, vaqtida kaloriyali ovqatlanishga harakat qilamiz. Shuning uchun hech qanday o'qil dori olmaymiz. Mabodo bir kasalchilik kelayotgan bo'lsa ham tabiiy giyohlarimizdan iste'mol qilamiz, o'zi o'tib ketadi. Shuni bilan hech qanday o'qil dori olishga, yotib davolanishga umuman hojat yo'q, Allohning qudrati ila. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham, siruplari yordamida suyak yemirilish bo'ladimi, poliartrit kasalligi bo'ladimi, belda grija kasalligi bo'ladimi, joyida tomiri bilan ko'rib yo'q bo'lib, sog'lom bo'ladi. Hattoki mana poliartritni biladi hamma, bo'g'im og'riqi bor. Bo'g'imlarda sari suv bo'ladi. Shu sing og'riq bo'ladi postoyanniy. Bunaqa bemorlarimiz aytadi, qanchalik davolansam ham, o'qil dori olsam ham, qo'limga malham sursam ham, massaj olsam ham bu og'riq yo'q bo'lmaydi deydi. Ana shu bo'g'imlardagi sari suv yo'qolsa, bo'g'im og'riqlari yo'q bo'ladi. Poliartrit kasali yo'qoladi. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham, siruplari yordamida poliartrit bo'ladimi, suyak yemirilish kasalligi bo'ladimi va bel grijasi bo'ladimi, joyida so'rilib, tomiri bilan ko'rib yo'q bo'ladi. Allohning qudrati ila bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Kelgisi efirlargacha deb qolaman. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb tilab qolaman.